Ana Rasululloh! Allohu akbar! Allohu akbar! Rasululloh ko'rindilar! Hidoyatga boshlovchi xushxabar eltuvchi zot keldilar! Allohu akbar! Shahrimizga ey dillar sururi xush keldingiz. Baxsh etib qalblarga quvonch huzuri xush keldingiz. Ishtiyoqla kutgan edik maqtabingiz ey Rasul. Dil quvonchi marhabo, ko'zlarning nuri xush keldingiz. Xush kelibsiz. Madina-i Munavvaraga xush kelibsiz yo Rasululloh. Xush kelibsiz. Biznikiga marhamat yo Rasululloh. Mening uyim Yasribdagi eng sharafli uydir. Rozi bo'lsangiz sizga eng munosib ham shu bo'ladi. Yo'q, men uyimga yo Rasululloh. Mening uyimga. Ey Yasribliklar, ey ansorlar. Rasululloh sizlarni bir-biringizdan afzal ko'rishni istamayaptilar. Quloq solinglar. Ey odamlar, quloq solinglar. Rasululloh tuyaga yo'l bo'shatib qo'yinglar, unga amr etilgan deyaptilar. Ofarin! Tuya qayerga cho'ksa, o'sha yerga Rasululloh uchun masjid va uy quramiz. Ha, inshaalloh. Aqlli yechim. Tuya tanlab bersa hech kim qarshi bo'lmaydi. Allohning nomi ila Rasululloh uchun uy quramiz. Allohga ibodat qilinadigan Masjid-i Nabaviyni mana shu yerga quramiz. Shu yerga.